Assalomu alaykum. Ko'pchilik dorixonadan olingan dorini qaytarish mumkinmi deb so'raydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 185-son qarori dori vositalarini va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan dorixonada sotilgan dorilar qaytarib olinmaydi va almashtirilmaydi. Bu talab fuqarolar sog'ligini himoya qilish maqsadida joriy etilgan. Chunki dorining saqlash sharoiti buzilgan bo'lishi yoki uning xavfsizligi kafolatlanmasligi mumkin. Agar dori vositasining yaroqlilik muddati o'tgan, nuqsonli yoki noto'g'ri berilgan bo'lsa, qonunchilikka muvofiq murojaat qilish huquqingiz bor. Buning uchun xarid cheki yoningizda bo'lishi kerak. Unutmang, doim xariddan oldin dori nomi, dozasi va yaroqlilik muddatini tekshiring. Xaridga mas'uliyat bilan yondashing. Salomatlikni qaytarib bo'lmaydi.